Hozir hadinoklarimizni sifatini tekshirib ko'ramiz. Alyuminli va nержавейкалini. Birinchi bo'lib nержавейкали hadinokni tekshirib ko'ramiz. Endi alyuminli hadinok qancha kilo ko'tarishini ko'ramiz. Biz hadinoklarimizga maksimal 100 kilogacha bo'lgan nagruzkani tavsiya beramiz, lekin ko'rdinglar, hadinoklarimiz 245 kiloni ko'taryapti. Obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi video bundan ham qiziq bo'ladi. Yana nimani test qilishimiz sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar.